Assalomu alaykum. Kelin bo'lib ham qutulmadingiz, qarang. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar endi a'lo, lekin hayajonchi. Ba'zida masalan o'zimiz ham oldin kelin kuzatgan paytim aytardim. Tak, mana qiz sal hozir yiqilib tushadi. Endi o'ngga qarash kerak-ku, ko'rmayaptimikan? Endi burilsa bo'lardi deb o'zim ishoning, men ulardan battar bo'ldim. Ko'ngillarim oyog'im tagida chuvalashib, esimdan chiqib qolib, salom berish qatga qarab kerakligi. Baribir o'sha hayajon bo'lar ekan, baribir o'sha ijtimoiy bilmay yurar ekansiz. Sizga baxt tilaymiz. Baxtingiz ham o'zingizdek go'zal bo'lsin, juda ham chiroyli bo'libsiz. Odatda mana san'atkorlarni aytishadi, va kelin bo'lsang o'zgarmaydi, boshqa bo'ladi, chunki bular har doim chiroyli bo'lib sahnada yurishadi-yu, lekin Dilnoz o'zgaribdi. Chiroyli bo'libdi, ha? Yo, endi kelinlik libosi boshqacha bo'libdi, ha? Rahmat. Men ham o'ylagandim, uncha o'zgarmasam kerak, chunki baribir har doim makiyajlarni har xilni qilib ko'rganmiz, ko'ylaklarni har xilni kiyganmiz, lekin baribir kelinlikni o'zini qanaqadir nima deydi, o'zgacha go'zalligi bor ekan. U hamma qizlarda sezilardi. O'zimda ham shu narsani bugun his qildim. Hammani voy deb qarashida. Sizlarga rahmat katta. Endi kameralarni qo'yib, ichkariga kirib o'ynaylar. Intervyularni ora-orada bilasiz-ku kimdan olishni. Olib ularni aylantiring.